Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizga juda muhim, hatto ta'bir joiz bo'lsa, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni havola qilaman. Tasavvur qiling, davlat banki orqali sizga katta miqdorda qo'shimcha to'lov ajratilgan bo'lishi mumkin, ammo siz bundan bexabar bo'lishingiz ehtimoli juda yuqori. Ko'pchilik bu pulni olishga haqli ekanligini bilmaydi ham. Ammo vaqt o'tib bormoqda. Chunki ba'zi to'lovlar uchun muddatlar belgilangan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir xabar emas, balki sizning oilangizning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan real imkoniyatdir. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Har bir daqiqa, har bir aytilgan so'z siz uchun muhim bo'lishi mumkin. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va bu videoga like bosing. Shunda ko'proq odamlar bu qimmatli ma'lumotni ko'radi va o'z huquqlaridan va hozir nima o'zgardi. Avvalo, vaziyat avval qanday bo'lganiga qisqacha to'xtalib o'tishimiz kerak. An'anaviy tarzda hukumat tomonidan aholini qo'llab-quvvatlash dasturlari odatda juda murakkab byurokratik jarayonlar bilan kechar edi. Ko'p hollarda bu to'lovlar faqat juda tor doiradagi shaxslarga, masalan, eng kam ta'minlangan oilalarga, nogironligi bor shaxslarga yoki juda past pensiya oluvchilarga berilar edi. Bu haqidagi ma'lumotlar esa aholiga yetarlicha yetkazilmasdi. Odamlar ko'pincha qaysi to'lovga haqli ekanliklarini bilmasdilar. Hujjatlarni yig'ish esa haqiqiy bosh og'rig'iga aylanardi. To'lovlar miqdori ham ko'pincha juda kichik bo'lib, uzoq muddatda sezilarli yordam bera olmasdi. Eng muhimi, bu jarayonlarda shaffoflik darajasi past bo'lib, ayrim hollarda nohaqliklar yuzaga kelishi ham mumkin edi. Fuqarolar o'z haq-huquqlarini talab qilish uchun eshikma-eshik yurishga majbur bo'lardilar. Bu esa ularning vaqtini va asabini behuda sarflardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimiz rahbariyati aholi farovonligini oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Shu sababli bir qator yangi qarorlar qabul qilindi. Bu qarorlar doirasida davlat banklari orqali aholiga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatish mexanizmlari sezilarli darajada soddalashtirildi va kengaytirildi. Hukumat avvalgi kamchiliklarni inobatga olgan holda yangi yanada samaraliroq va shaffofroq tizimni joriy etdi. Endilikda sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan bu to'lovlar sizning shaxsiy talabnomangiz asosida yoki ba'zi hollarda avtomatik tarzda sizga yetib kelishi mumkin. Bu yangi tizimning asosiy maqsadi aholini to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash, ayniqsa o'tmishdagi iqtisodiy o'zgarishlar tufayli yo'qotishlarga uchragan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga manzilli yordam berishdir. Misol uchun, so'nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotida kuzatilgan inflyatsiya jarayonlari natijasida aholining ba'zi guruhlari, xususan o'tmishda davlat banklarida uzoq muddatli omonatlarga ega bo'lgan shaxslar ma'lum miqdordagi moliyaviy yo'qotishlarga duch kelgan edi. Mana shu yo'qotishlarni qisman bo'lsa-da qoplash maqsadida yangi tartiblar joriy etildi. Shu bilan birga ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand oilalarga ko'mak berish mexanizmlari ham yanada takomillashtirildi. Bu nafaqat bir martalik yordam, balki ba'zi hollarda muntazam to'lanadigan qo'shimcha mablag'lar ham bo'lishi mumkin. Xullas, endi davlat banklari nafaqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi muassasa, balki aholiga ijtimoiy yordamni yetkazishda muhim vosita ham hisoblanadi. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak. Endi esa ushbu yangi to'lovlarning mohiyatini chuqurroq anglab olaylik. Shuni yodda tutish kerakki, bu to'lovlar hamma uchun avtomatik ravishda berilmaydi. Ular ma'lum mezonlarga javob beradigan va aniq vaziyatlarda bo'lgan fuqarolar uchun mo'ljallangan. Bu tekin pul emas, balki qandaydir bir ijtimoiy vaziyat uchun kompensatsiya yoki davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlashdir. Nimalarni bilish kerak? Birinchidan, bu to'lovlar sizga har doim ham darhol va hech qanday harakatsiz kelmasligi mumkin. Ko'p hollarda siz o'z huquqingizni bilib, tegishli idoralarga murojaat qilishingiz talab etiladi. Ikkinchidan, bu to'lovlarning manbasi aniq. Bu mamlakat hukumati tomonidan qabul qilingan maxsus qarorlar va farmonlar asosida ajratiladigan mablag'lardir. Uchinchidan, bu tizimning shaffofligini ta'minlash maqsadida barcha jarayonlar iloji boricha soddalashtirilgan va fuqarolar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Kimlar xavotir olish kerak, ya'ni e'tibor berish kerak. Chunki ular ushbu to'lovlarga haqli bo'lishi mumkin. 1. Pensionerlar. Ayniqsa minimal pensiya oluvchilar.
shuningdek uzoq yillar davlat xizmatida yoki zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlar. Hukumat ularning pensiyalarini inflyatsiyaga mos ravishda indeksatsiya qilishdan tashqari, ba'zi hollarda qo'shimcha bir martalik yoki muntazam to'lovlar ajratishi mumkin. Misol uchun, o'tmishda davlat banklarida uzoq muddatli omonatlarga ega bo'lgan keksa avlod vakillari uchun maxsus kompensatsiya dasturlari mavjud bo'lishi mumkin. 2. Ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalar, agar sizda 5 va undan ortiq farzandingiz bo'lsa yoki oilangizning umumiy daromadi belgilangan minimumdan past bo'lsa, siz nafaqat bolalar nafaqasi, balki qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovlariga ham haqli bo'lishingiz mumkin. Bu to'lovlar bolalarni maktabga tayyorlash, ularning oziq-ovqati va kiyim-kechagi uchun sarflanishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, ularga nafaqat doimiy nafaqalar, balki reabilitatsiya vositalarini sotib olish, davolanish yoki turmush sharoitini yaxshilash uchun bir martalik yordam pullari ham ajratilishi mumkin. 4. Mehnat faxriylari va Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, bu guruh doimiy ravishda davlat e'tiborida ularga bayramlar arafasida yoki boshqa muhim sanalarda qo'shimcha moddiy rag'batlantirishlar berilishi odatiy holdir. 5. Mahkamaga. Ishsiz qolgan fuqarolar, agar siz ishsiz deb rasman ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va ma'lum bir muddat ishsizlar uchun nafaqa olgan bo'lsangiz, vaqti bilan ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shimcha dasturlar ishga tushirilishi mumkin. 6. Davlat banklaridagi omonatchilar, bu eng ehtimoliy va katta to'lovlar manbai bo'lishi mumkin. Agar siz sovet davrida yoki mustaqillikning dastlabki yillarida davlat banklarida, masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq banki avvalgi Sberbank filiali omonatga ega bo'lgan bo'lsangiz va o'sha yillardagi inflyatsiya tufayli o'z mablag'laringizning qadrini yo'qotgan bo'lsangiz, hukumat tomonidan bu yo'qotishlarni qisman kompensatsiya qilish bo'yicha maxsus dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu dasturlar ko'pincha indeksatsiya yoki qadrsizlangan omonatlarni tiklash deb nomlanadi. Kimlar xavotir olmasligi kerak, ya'ni ushbu to'lovlarga haqli emas. Birinchi yug'ori daromadli shaxslar, agar sizning oilangizning daromadi belgilangan yug'ori me'yordan oshsa va siz yuqorida sanab o'tilgan maxsus guruhlarga kirmasangiz, ehtimol bu ijtimoiy to'lovlar sizga tegishli emas. 2. Hech qanday maxsus mezonlarga javob bermaydiganlar. Agar siz na pensioner, na nogironligi bor shaxs, na ko'p bolali oila a'zosi bo'lmasangiz va davlat banklarida hech qanday eski omonatingiz bo'lmasa, bu to'lovlar sizga mo'ljallanmagan. Kerakli hujjatlarni saqlab qolmaganlar. Agar siz o'tmishdagi omonatingizni tasdiqlovchi hujjatlar kabi zaruriy hujjatlarga ega bo'lmasangiz, o'z huquqingizni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Endi esa ushbu holatlarga real hayotiy misollar bilan yondashamiz. Shunda har bir narsa yanada tushunarli bo'ladi. Birinchi misol Maryam opaning omonati. Keling, Samarqand viloyatidan bo'lgan Maryam opaning hikoyasini ko'rib chiqaylik. Maryam opa hozir 70 yoshda. U 1990 yillarning boshlarida, aniqrog'i 1990-yilda o'zining yig'an pullarini Sberbankning mahalliy filialida 7000 so'm miqdorida muddatli omonatga qo'ygan edi. O'sha davrda bu juda katta pul edi, deyarli yangi avtomobil narxiga teng. Ammo mustaqillikdan keyingi iqtisodiy islohotlar va inflyatsiya tufayli o'sha 7000 so'mning qadri butunlay tushib ketdi. Maryam opa bu puldan umidini uzgan edi. Ammo 2023 yil oxirida hukumat tomonidan qabul qilingan maxsus qarorga ko'ra, aynan shu kabi qadrsizlangan omonatlarni qisman kompensatsiya qilish mexanizmi ishga tushirildi. Unga ko'ra 1992 yil 1 yanvargacha qo'yilgan ayrim turdagi omonatlar uchun maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilgan holda kompensatsiya to'lanishi belgilandi. Maryam opa bu haqda mahalla fuqarolar yig'ini raisidan eshitib qoldi. U darhol hayajonlandi, ammo bunga ishongisi kelmadi. Shunga qaramay, u o'zining eski omonat daftarchasini topib, Xalq bankining eng yaqin filialiga bordi. Bank xodimlari unga vaziyatni tushuntirishdi va Maryam opaning omonat daftarchasi hamda pasportini ko'zdan kechirishdi. Ma'lum bo'lishicha, uning omonati kompensatsiya uchun belgilangan mezonlarga to'g'ri kelar ekan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, unga 7000 so'm uchun inflyatsiya koeffitsiyentlari qo'llanilgan holda 7000 so'm miqdorida qo'shimcha to'lov ajratilishi kerakligi ma'lum bo'ldi. Maryam opa ariza yozdi va omonat daftarchasining asl nusxasi hamda pasporti nusxasini ilova qildi. Bank xodimlari unga arizani ko'rib chiqish muddati 13 kun ekanligini aytishdi. Roppa-rosa takas kundan so'ng
Maryam opaning mobil telefoniga SMS xabar keldi. Hurmatli mijoz, Davlat banki tomonidan ajratilgan 7 million so'm miqdoridagi kompensatsiya mablag'i sizning hisob raqamingizga o'tkazildi. Maryam opa o'z ko'zlariga ishonmadi. U bu pulga o'zining uzoq yillik orzusi bo'lgan tish protezlarini oldirdi va farzandlariga dasturxonga tortiq qildi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, eski unut bo'lgan narsalar ham sizga kutilmagan foyda keltirishi mumkin. Faqatgina o'z huquqingizni bilib harakat qilish kerak. Ikkinchi misol, Amad aka va Zaynab opaning ko'p bolali oilasi. Amad aka va Zaynab opaning 5 nafar farzandi bor. Eng kattasi 15 yosh, eng kichigi esa 3 yoshda. Ular Andijon viloyatining qishloq joylarida istiqomat qilishadi. Oilaning asosiy daromadi Amad akaning qishloq xo'jaligi ishlaridan topadigan puli va bolalar nafaqasidan iborat edi. Hayot kechirishlari juda qiyin bo'lmasa-da, har bir farzand uchun sifatli ta'lim, kiyim-kechak va ovqat ta'minoti doimiy tashvish bo'lardi. Yangi dastur bo'yicha davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj, ayniqsa ko'p bolali oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida har bir voyaga yetmagan farzand uchun har oy qo'shimcha 5-4 ming so'mdan moddiy yordam ajratilishi e'lon qilindi. Bu shunchaki bir nafaqa emas, balki oilalarni qo'llab-quvvatlash fondi mablag'lardan ajratiladigan maxsus to'lov edi. Amad aka va Zaynab opa bu haqda mahalla faollari yordamida bilib olishdi. Ular dastlab mahalla fuqarolar yig'inining ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ul xodimiga murojaat qilishdi. Xodim ularga qanday hujjatlar kerakligini tushuntirdi. Pasportlar nusxasi, nikoh guvohnomasi, barcha farzandlarning tug'ilish guvohnomalari, oilaning tarkibi haqida ma'lumotnoma va oilaning jami daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma hujjatlar yig'ilgandan so'ng ularning arizasi mahalla yig'inida ko'rib chiqildi va ijobiy xulosa berildi. Keyin bu xulosa va hujjatlar ijtimoiy himoya agentligining tuman bo'limiga topshirildi. U yerdagi mutaxassislar arizani 1500 kun ichida ko'rib chiqib, ularga har oyda jami 5 nafar farzand uchun 2500 ming so'm, 5500 miqdorida qo'shimcha to'lov ajratish to'g'risida qaror qabul qilishdi. Bu mablag' Xalq bankidagi ularning hisob raqamiga har oyning 10 sanasigacha avtomatik tarzda o'tkaziladigan bo'ldi. Bu to'lov ularning oilaviy byudjetiga katta yordam berdi. Ahmad aka bu pulga farzandlarining o'qish kitoblarini sotib oldi. Zaynab opa esa uy ro'zg'or uchun zarur bo'lgan narsalarni yangiladi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikdan foydalanish uchun ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar faqatgina ma'lumotga ega bo'lishi va to'g'ri qadamlarni tashlashi kerak. Uchinchi misol, Olimjon akaning dehqonchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash. Olimjon aka Farg'ona viloyatidan, yoshi qitir 5 da. Uning kichik fermer xo'jaligi bor, asosan bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. O'tgan yili u o'z faoliyatini kengaytirish maqsadida Agrobankdan 10 million so'm miqdorida imtiyozli kredit olgan edi. Kredit foizi yiliga 1.4% tashkil etardi. Yangi qabul qilingan qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qarorga muvofiq ma'lum turdagi qishloq xo'jaligi kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismi hukumat tomonidan subsidiyalashtirilishi belgilandi. Bu qarorga ko'ra Olimjon aka olgan kreditning 2 miqdoridagi foiz xarajatlari davlat tomonidan qoplanadigan bo'ldi. Ya'ni uning kredit foizi yillik 1.4%dan 2.2ga tushdi. Olimjon aka bu haqda tumandagi qishloq xo'jalik bo'limidan xabar topdi. Uning kredit shartnomasi va shaxsiy pasporti bilan Agrobank filialiga murojaat qildi. Bank mutaxassislari uning kredit shartnomasini o'rganib chiqib, haqiqatan ham u ushbu subsidiya dasturiga tushishini tasdiqlashdi. Endilikda har oyda u kredit uchun to'laydigan summa sezilarli darajada kamaydi. Misol uchun, ilgari u har oy 500 ming so'm foiz to'lagan bo'lsa, endi bu summa 400 ming so'mga tushdi. Ya'ni har oy 1 ming so'm iqtisod qilmoqda. Kredit muddati davomida bu uning uchun 3.600 ming so'm, 36 oy 100 ming so'm deganidir. Bu kutilmagan yengillik uning fermer xo'jaligini rivojlantirishga qo'shimcha mablag' yo'naltirishga yordam berdi. Bu misol davlat banklari orqali nafaqat ijtimoiy yordam, balki iqtisodiyotning muhim tarmoqlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari amalga oshirilishini ko'rsatadi. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar endi esa eng muhim qismga, ya'ni ushbu to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslarga e'tibor qaratamiz. Chunki har qanday yangi tizimda
doimo shunday jihatlar mavjud bo'ladi va ularni bilish sizni ortiqcha muammolardan qutqaradi. Qoidalardan istisnolar. 1. Omonatlarning turlari. Hamma turdagi omonatlar ham kompensatsiyaga tortilmasligi mumkin. Masalan, juda yaqinda qo'yilgan omonatlar yoki davlat banklarida emas, balki xususiy banklarda ochilgan omonatlar yoki valyuta omonatlari bu dasturga kirmasligi mumkin. Odatda bu kabi kompensatsiyalar faqat muayyan davrlarda, masalan, Sovet davri yoki mustaqillikning dastlabki yillarida milliy valyutada qo'yilgan omonatlarga tegishli bo'ladi. 2. Muddati cheklangan to'lovlar. Ba'zi bir dasturlar uchun ariza qabul qilish muddati belgilangan bo'lishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, o'z huquqingizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shu sababli rasmiy ma'lumot manbalarini doimiy ravishda kuzatib borish juda muhimdir. Daromad chegaralari. Ijtimoiy himoya to'lovlari uchun odatda daromad chegaralari belgilanadi. Agar oilangizning o'rtacha oylik daromadi belgilangan me'yordan oshsa, siz ijtimoiy yordam to'lovlariga haqli bo'lmasligingiz mumkin. Biroq eski omonatlarni kompensatsiya qilish dasturlari uchun bu cheklov ko'pincha qo'llanilmaydi. Chunki bu to'lovlar insonning o'tmishdagi moliyaviy yo'qotishlarni qoplashga qaratilgan. 4. Qarorning kuchga kirish sanasi. Har bir yangi to'lov turi o'zining qabul qilingan hukumat qarori yoki farmoni asosida amalga oshiriladi. Shu sababli aniq qaysi sana va qaysi qarorga asosan bu to'lov amalga oshirilayotganini bilish muhim. Masalan, 1992 yil 1 yanvargacha qo'yilgan omonatlar deganda, aynan shu muddatgacha qo'yilgan omonatlar nazarda tutiladi. Tuzoqlar, ehtiyot bo'ling. 1. Firibgarlar. Bu kabi katta to'lovlar haqidagi xabarlar firibgarlar uchun ayni muddao bo'ladi. Ular o'zlarini bank xodimi, davlat ijtimoiy himoya agentligi vakili yoki hatto mahalla raisi deb tanishtirishi mumkin. Sizdan kartangizning raqami, uning orqa tomondagi CVC kodi, mobil telefoningizga kelgan tasdiqlash kodi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashi mumkin. Eslatma: hech qachon birovga karta raqamingiz, CVC kodingiz, SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini yoki pasport ma'lumotlaringizni asl nusxasini ko'rsatishdan tashqari telefon orqali yoki internetda shubhali saytlar orqali aytmang. Davlat organlari yoki bank xodimlari sizdan bu ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Shubhali xabarlar yoki qo'ng'iroqlarga ishonmang. Har doim rasmiy aloqa markazlariga yoki banklarning o'ziga murojaat qiling. 2. Muddati o'tib ketgan arizalar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi dasturlarning ariza qabul qilish muddati cheklangan bo'ladi. Agar siz kechikib murojaat qilsangiz, afsuski, to'lovni ola olmasligingiz mumkin. Ma'lumotlarni doimiy tekshirib turish bunga yo'l qo'ymaslikning yagona yo'lidir. 3. Noto'g'ri hujjatlar. Ariza topshirishda noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar taqdim etish arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Hujjatlarning har birini diqqat bilan tekshiring va agar shubhali bo'lsangiz, bank yoki tegishli idora xodimlaridan aniqlik kiritishni so'rang. 4. Ma'lumotlar chalkashligi. Internetda yoki og'zaki ravishda tarqaladigan mish-mishlar va noto'g'ri ma'lumotlar sizni chalg'itishi mumkin. Faqatgina rasmiy manbalarga, davlat saytlari, banklarning rasmiy e'lonlari, OAVning ishonchli manbalari ishoning. Noaniq nuanslar. 1. Avtomatik yoki ariza asosida ba'zi to'lovlar, masalan, mavjud pensiya yoki nafaqalarga qo'shimchalar avtomatik ravishda amalga oshirilishi mumkin. Ammo ko'p hollarda, ayniqsa eski omonatlar uchun kompensatsiya yoki yangi ijtimoiy yordam turlari uchun sizdan shaxsan ariza topshirishingiz talab etiladi. Bu o'zingizning huquqingizni tasdiqlash va kerakli hujjatlarni taqdim etish zaruriyatidan kelib chiqadi. 2. To'lov usuli. Mablag'lar naqd pulda bank kartangizga o'tkazish orqali yoki maxsus ijtimoiy karta orqali berilishi mumkin. Odatda eng qulay va xavfsiz usul bu bank kartangizga o'tkazishdir. Ba'zi hollarda agar sizning bank hisobingiz bo'lmasa, bank sizga yangi karta ochib berishi mumkin. 3. Soliq oqibatlari. Odatda davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiya to'lovlari soliqqa tortilmaydi. Biroq har bir holatda aniqlik kiritish uchun soliq maslahatchisi bilan bog'lanish foydali bo'lishi mumkin, garchi bu juda kam uchraydigan holat bo'lsa-da. 4. Boshqa imtiyozlarga ta'siri. Ushbu to'lovlarni olish boshqa ijtimoiy imtiyozlaringizga ta'sir qiladimi? Odatda yo'q. Davlat qo'shimcha yordam dasturlari sizning mavjud huquqlaringizni cheklamaslikka qaratilgan bo'ladi. Ammo shunga qaramay, har bir konkret holatda aniqlik kiritish uchun tegishli idoralardan so'rab olish yaxshidir. 5.
hududiy farqlar, ba'zi dasturlar hududiy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni Toshkent shahrida yoki boshqa yirik shaharlarda amal qiladigan ba'zi qo'shimcha dasturlar qishloq joylarda farq qilishi mumkin va aksincha. Hududiy ijro organlari yoki mahalla qo'mitalari bu borada aniq ma'lumot bera oladi. Practical advice. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa bu to'lovlarni olish uchun siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq va amaliy ko'rsatmalarni beraman. Bu qadamlar ketma-ketligiga rioya qilish sizning muvaffaqiyatingizni ta'minlaydi. Bir qadam ma'lumot to'plash. Faqat ishonchli manbalardan. Rasmiy davlat veb-saytlarini tekshiring. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligi, Agentlik Mehnat.uz, davlat banklarining rasmiy saytlari, masalan, Xalq banki, Xalqbank.uz, Agrobank.uz, O'zmilliybank, MBUZ, Asakabank, Asakabank.uz. Bu saytlarda yangi qarorlar, farmonlar va ularni amalga oshirish tartiblari haqida rasmiy ma'lumotlar joylashtiriladi. Rasmiy banklarning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Har bir davlat bankining o'zining aloqa markazi, call center mavjud. Misol uchun, Xalq banki uchun 116, Agrobank uchun 216 kabi raqamlar orqali bog'lanib, o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'yicha aniq ma'lumot olishingiz mumkin. Operatorlar sizga dasturning shartlari, kerakli hujjatlar ro'yxati va murojaat qilish tartibini tushuntirib berishadi. Mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki ijtimoiy himoya agentligi bo'limlariga murojaat qiling. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj oila, pensioner yoki nogironligi bor shaxs bo'lsangiz, mahallangizning ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassisi yoki ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limi sizga eng to'g'ri ma'lumotni bera oladi. Ular hujjatlarni yig'ishda ham amaliy yordam berishi mumkin. Hech qachon ishonchsiz manbalarga tayangan holda harakat qilmang. Telegram kanallari, ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali guruhlar yoki og'zaki mish-mishlar orqali tarqalgan ma'lumotlar ko'pincha noto'g'ri yoki firibgarlik bo'ladi. 2 qadam hujjatlarni tayyorlash. Ma'lumotlarni to'plaganingizdan so'ng sizga aniq qaysi hujjatlar kerakligi ma'lum bo'ladi. Quyida eng umumiy hujjatlar ro'yxati keltirilgan, ammo aniq vaziyatingizga qarab qo'shimcha hujjatlar talab etilishi mumkin. Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati o'tmaganiga ishonch hosil qiling. JSHIR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, aksariyat hujjatlaringizda u ko'rsatilgan bo'ladi. Omonat shartnomasi yoki omonat daftarchasi. Agar siz qadrsizlangan omonatlar uchun kompensatsiya olishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, bu hujjat juda muhim. Uning asl nusxasini va nusxasini tayyorlang. Agar daftarcha yo'qolgan bo'lsa, bankning arxividan ma'lumot so'rashingiz kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, nogironlik guvohnomasi. Agar siz pensioner yoki nogironligi bor shaxs bo'lsangiz, bolalarning tug'ilish guvohnomalari, nikoh guvohnomasi. Agar siz ko'p bolali yoki kam ta'minlangan oila uchun yordam olayotgan bo'lsangiz, bank hisob raqami ma'lumotlari, mablag'lar o'tkazilishi uchun. Agar sizda bank kartasi bo'lmasa, bank sizga yangisini ochib berishi mumkin. Qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ishsizlik maqomi tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki ma'lum bir sohada ishlaganlikni tasdiqlovchi mehnat daftarchasidan ko'chirma. 3 qadam murojaat qilish. Hujjatlaringiz tayyor bo'lgach, murojaat qilish joyiga borishingiz kerak. Davlat banki filiallari agar to'lov eski omonatlarni kompensatsiya qilish bilan bog'liq bo'lsa, siz o'sha omonat ochilgan bankning filialiga yoki Xalq bankining istalgan filialiga murojaat qilishingiz mumkin. Odatda Xalq banki ijtimoiy to'lovlar bilan ishlashda yetakchi hisoblanadi. Ijtimoiy himoya agentligining tuman, shahar bo'limlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlari, agar bu ijtimoiy yordam, nafaqa yoki subsidiya bo'lsa, avvalo mahallangizga yoki ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ular sizning arizangizni dastlabki ko'rib chiqib, davlat bankiga tegishli yo'naltirishni amalga oshirishi mumkin. Ariza to'ldiring. Bank yoki tegishli idora xodimi sizga arizaning standart shaklini beradi. Uni diqqat bilan va xatosiz to'ldiring. Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, xodimdan aniqlik kiritishni so'rang. Hujjatlarni topshiring. Barcha kerakli hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarni arizaga ilova qilib topshiring. Hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida kvitansiya yoki ariza raqamini olishni unutmang. Bu keyinchalik arizaning holatini kuzatishda yordam beradi. Qanday ariza yozish kerak? Namuna arizaning bosh qismida
yuqori o'ng burchakda Davlat bankining yoki ijtimoiy himoya agentligining tegishli bo'limi rahbari nomi yoziladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Xalq banki filial nomi, filiali boshqaruvchisiga filial boshqaruvchisining ismi, familiyasi, agar bilsangiz, bilmasangiz shart emas, pastroqdan o'zingiz haqida ma'lumotlar. Ariza beruvchi, sizning ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, pasport seriyasi va raqami, AA2 Cheshire, 2 tug'ilgan sana, kun, oy, yil yashash manzili, viloyat, shahar, tuman, mahalla, ko'cha, uy raqami, telefon raqami. Qo'l-qo'lidagi shaxsiy ariza matni bilan ism, familiya, sharif, yuqorida ko'rsatilgan pasport ma'lumotlari egasi, agar eski omonat bo'lsa, masalan. 1991 yil 25 martda Sberbankning filial nomi filialda ochilgan AA seriyali 1237 raqamli omonat daftarchasiga asosan yoxud agar ijtimoiy yordam bo'lsa, ko'p bolali oila maqomiga ega bo'lgani sababli. Davlat bankidan ajratilgan to'lov nomi, masalan, qadrsizlangan omonatlar uchun kompensatsiya to'lovi yoxud oilalarni qo'llab-quvvatlash fondi hisobidan beriladigan qo'shimcha ijtimoiy yordam to'lovi pul mablag'ini olishimni so'rayman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaror raqami va sanasi, agar bilsangiz qaroriga asosan menga tegishli bo'lgan ushbu to'lovni hisob raqamimga bank kartangiz raqami, masalan 866 o'tkazib berishingizni iltimos qilaman. Arizamni ko'rib chiqib, qonuniy choralar ko'rishingizni so'rayman. Ilovada pasport nusxasi, bir dona igi, omonat daftarchasi nusxasi yoki farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari nusxasi, bedona ich, boshqa kerakli hujjatlar ro'yxati. Ariza beruvchi imzosi ariza yozilgan sana 4 qadam holatni kuzatish. Murojaat qilganingizda arizangizni ko'rib chiqish muddati qancha ekanligini so'rab oling. Bu muddat odatda 15 ish kunini tashkil etadi. Arizaning holatini qanday tekshirish mumkinligini bilib oling. Ba'zi banklar yoki agentliklar onlayn tizim orqali yoki ishonch telefonlari orqali holatni tekshirish imkoniyatini taqdim etadi. Agar arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniq so'rab oling va uni bartaraf etish uchun qanday choralar ko'rish kerakligini bilib oling. Ba'zida oddiy xato yoki hujjatlarda kamchilik tufayli rad etilishi mumkin. Bunday hollarda kamchiliklarni to'g'rilab, qayta murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xulosa va yakuniy xabar, aziz do'stlar, bugun siz Davlat bankidan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovni qanday olish mumkinligi haqida juda muhim ma'lumot oldingiz. Biz bu jarayonning har bir jihatini avvalgi vaziyatdan tortib hozirgi o'zgarishlargacha kimlarga bu to'lovlar tegishli ekanligini misollar bilan ko'rib chiqdik. Shuningdek, sizni kutayotgan potensial tuzoqlar va noaniq nüanslar haqida ham batafsil ma'lumotga ega bo'ldingiz. Eng muhimi, sizga qanday qadamlarni tashlash kerakligi bo'yicha aniq va amaliy ko'rsatmalar berdim. Unutmang, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Davlatimiz tomonidan aholini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bu chora-tadbirlar sizning farovonligingizni oshirishga xizmat qiladi. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan cho'chimang. Faqatgina to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish va to'g'ri qadamlarni tashlash orqali siz o'zingizga tegishli bo'lgan mablag'ni olishingiz mumkin. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz ham shunday to'lov olgan bo'lsangiz, o'z tajribangiz bilan bo'lishing. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham siz uchun shu kabi qimmatli va foydali ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.